siz kasalliklardan tuzalishga qiynalyapsiz. Depressiya, stress, oshqozon kasalligi, yurak, даже onkologiyadan qiynalyapsiz. Lekin tuzala olmayapsiz, doktorlarga boryapsiz, dorilar ichyapsiz. Sababi shundaki, qadrdonlar, hozirgi meditsinaning 90% bu tez yordam. To'g'ri, tez yordam kerak. Misol uchun bir joyingiz qattiq og'rib qoldi, bordingiz, yo dori berishdi, yo bo'lmasa operatsiya qilishdi va sizga tez yordam berishdi. Siz tez tiklandingiz. Lekin bu davolash emas, qadrdonlar. Davolash bu mukammal, mujassam, keng tarmoqli butun badaningizni hamma sistemalarni, a'zolarini shifolashga yo'naltirilgan bir nechta muolaja va bir nechta maxsus usullar, qadrdonlar. Shuning uchun undan ham ustuni esa muolajadan ham ustuni, shifolashdan, ya'ni terapiyadan ham ustuni, bu tez yordamdan ham ustuni, bu qadrdonlar profilaktika. Men sizni maxsus kursga taklif qilaman. Bu kursda biz siz bilan profilaktika bilan shug'ullanamiz. Kasallik dorisizlikdan emas, kasallik ovqatsizlikdan yoki operatsiya yetishmagandan bo'lmaydi. Kasallikni sababi doim badandagi kasallik sababi qalbda, ongda bo'ladi. Hozir doktorlarda o'zi ham 100% buni ta'kidlayapti. Kasallik nima kasalimiz sababi desa stress deyishadi. Stress bu qalb va ongni nomutanosib ishlashi. Sizni jamiyat bilan, atrofdagi insonlar va o'zingiz bilan bo'lgan munosabatda siz xohlaganday bo'lmayotganini oqibatida vujudga kelayotgan ichki zo'riqishlardan kasallik vujudga keladi. Demak, biz sizga mana shunday bir usullarni o'rgatamiz, shunday mashqlarni o'rgatamiz, o'rtoqlashamiz. Bu psixofiziologik mashqlar, ilmiy tekshirilgan mashqlar. Siz ularni bajarish orqali nafaqat kasalliklaringizdan qutulasiz, balki hayotingizni ko'p qirralarini o'zingiz xohlaganday holatga keltirib olasiz, qadrdonlar. Bu o'ziga xos nafaqat profilaktika, nafaqat terapiya demayman, chunki bu undanda kuchliroq narsa. Profilaktika deb turaveramiz. Bu o'ziga xos yashash tarzi, qadrdonlar. O'ziga xos fikrlash tarzi. Demak, men sizni hissiyotlaringizni boshqarishga, badaningizni boshqarishga, qalbingizni, ongingizni boshqarishga taklif qilaman. Sizda qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar, baribir sizni qalbingiz bunda ishtirok etadi. Baribir ongingiz ishtirok etyapti, baribir badaningiz ishtirok etyapti. Dori iching, ichmang demayman. Bu tez yordam. Operatsiya qiling, mayli, bu ham tez yordam, lekin uni oqibati, uni kelib chiqishini oldini olishimiz kerak. Demak, biz siz bilan profilaktik kurslarimizda uchrashguncha, qadrdonlar, men sizni o'sha kurslarga taklif qilaman va biz siz bilan albatta siz xohlaganday doimiy, uzoq, unutib yuborgan bir rohat va halovat holatida yashashga taklif qilaman. Uchrashguncha.